Bilasizlar, oldingilar oshni qo'lda yeyishgan. Nimaga qo'lda yeyishgan sabab bilasizlarmi? Chunki qo'lda yeganimizda ovqat haroratini mana shu barmoqlarimizning uchi bilan sezib, oshqozonga qanaqa harorat va qancha miqdorda ovqat borayotganini signalini beradi. Shunga qarab o't qopimiz suyuli ishlab chiqaradi va metabolizm ham shunga qarab ishlaydi. Eskilar nima qilishgan bo'lsa ham behikmat qilishmaganda. Osh deydigan tanishinglar bo'lsa videoni jo'natib qo'yinglar, foydalarini bilib olishsin. Xullas, hozir biz 100 xil osh nomi bilan mashhur bo'lgan Ali Chef akani oshlarini yeyishga kelganmiz. Bu akani Nazarbayevlar juda ham yaxshi tanishadi. Sergelida yangi joy ochibdilar. To'y oshidan tashqari choyxona, achchiq oshlar qilishayotgan ekan. Ko'k somsa, gumma xonimlar ham bor ekan. Oshga zaytun yog'i ham qo'shishar ekan. Faqat mesni go'sht ishlatamiz deyishyapti. Agar tushunganlar, bilganlar bo'lsa, bitta kelib o'zingizlar tekshirib ko'rasizlar. Sergelida turib bu joyni bilmagan tanishinglar bo'lsa, o'zingizga jo'natib qo'yinglar. Oshning mazasi har qatda yaxshi. O'zingizlar ham kelib bitta baho berib ko'rasizlar. Joylarni ham qaranglar, juda ham shinam va akkuratni qilib qo'yishgan. O'zi qo'lda osh yeganlar bormi shunaqa? Kelib yeb ko'ringlar. Oshni sovubini mamlaq qilib tozalab qo'yib, ketidan mana mamlaqa limon choylarni sirpantirib, duo qilib ketamiz. Lokatsiya shundoq Sergelida joylashgan. 4-metro bilan 5-metroni shundoq o'rtasida joylashgan. Aniq lokatsiya albatta Telegram kanalida bo'ladi.